Hammaga assalomu alaykum. Yakshanba. Kim damovati, kim ishda, yaxshimisizlar? Kecha Bahodir uylandi. Bahodir ham baxtli bo'lsin ukamiz. Shu to'yda bir eski qadrdon tanishimiz kelib qoldilar. Ko'rishmaganimizga 1-2 yil bo'ldimikan. Va bir gap aytdilar. Shu gap rostdanmikan? Sizlardan so'ramoqchiman. Avvalambor bu gap javobini ham o'zim bilaman, lekin sizlarning ham fikringiz menga hamisha qiziq. Xullas, prosta bu odam o'sha emotsiyani shunaqa menga передать qildiki, ya'ni o'sha o'zini shunaqa tutdiki, как будто u missiya u odam uchun bir важный narsa deb qo'rqitib yubordi hamda. Ko'rishganimizda, "Voy, aka, sizga nima bo'ldi? Shuncha o'zingiz oldirib qo'ydingiz, muncha qarib ketdingiz" degan joyga urg'u berdi-da 2-3 marta. U odam meni ko'rayotgan bo'lsa kerak. Va u akamizni gaplariga pretenziya yo'q. Ko'rayotgan bo'lsangiz, brat, kechirasiz deb shunaqa dedingiz-ku, keyin 1-2 marta gapirdilar-da, ichkarida dasturxon ustida, keyin tashqarida, как будто shu gapni menga 2-3 marta urg'u berib aytdilar, как будто shuni menga yetkazishlari kerak. Bilmadim, balki rostdan shunchalik qarib ketganmanmi? Hozir men endi oxiriga yetkazib qo'yaman. Sizlar esa yozib qo'yishingiz mumkin. Oktyabrda 41 yoshga to'laman. Katta farzandim 19 yosh, kichkinasi mana Asilbek 17 ga to'ladi. Juda baxtli hayot kechirmoqdaman. Nima demoqchiman? Men o'zim bitta hayotimda o'zim uchun kamida 20 ta, 25 ta, 30 ta balki erkakning hayotini yashab o'tmoqdaman. Men hozir tushuntiraman nimagaligini. Erta otadan judo bo'lish, ya'ni o'zim adam o'lib ketganlar, keyin 4 yoshimdan bu odamga oyim turmushga chiqqanlar, boradigan joyimiz bo'lmagan. Qayerda yashashimiz kerak bo'lgan ikkita opacham, men 3 ta bola yetim qolganmiz. Va yetimchilikni ko'rdim. Bu odam bilan o'gay otani qo'lida katta bo'ldim. Endi o'gayman. O'gay degan so'z yomon so'zdir, lekin radnoydan ham yaxshi boqib katta qildilar, tarbiya berdilar. Va o'shani o'zi ham og'ir, unaqa yoshlik, endi ko'p ichkilik bo'lgan. Uni hammasidan eson-omon o'tdik. Naga adamdan qolgan ikkita opacham erga berish, u vazifani men o'zim uddaladim. Bu odamdan ikkita singlim bor. Ularni ham erga berib, uyli joyli qilishni ham, uni ham, ya'ni ikkita otani burchini uddaladim. Va bir o'g'il uy joy qilish kerak, boshqa narsa oilani ko'tarish kerak, u ishlarni ham uddaladim. Bundan tashqari hayotim bir marta emas, 3, 4, 5 marta kerak bo'lsa 6, 7 balki marta o'xshamadi deylik. O'xshamadi. Bu hammasi stress, bu hammasi siqilish. 29 yoshimda bodybuilding yetib kelib, ya'ni tosh ko'tarishga yetib kelib, 29 yoshgacha, lekin juda ko'p mashmashalar, bankrotstvalar, kerak bo'lsa uylarim sotib, moshlarim sotib, bozorda bizneslardan kuyib, hamma muammolardan o'tib bo'lganman. Va 29 yoshda oxirgi umid bilan bodybuildingga kirib keldim. Yaratganning ham men uchun tayyorlab qo'ygan sovg'asi, tuhfasi bor ekan, mana Azestet ismini qo'ydim va bu ism brend ustida ishladim. Bodybuildingdan chiqdim, trener bo'ldim, keyin undan blogerlikka o'tib ketdim. Qarasam, aktyorlikdan talentim bor ekan. Yo'qda mana o'g'lim bizneslarga berilib ketdim, Xudoga shukr. Juda ko'p tomondan pul keladigan ishlar qilib qo'ydim va daromad ko'targandan keyin insonlarga qilinadigan yaxshiliklarni ham unutmadim. Ya'ni umr o'tgan sari, yosh o'tgan sari oxiratga ham zaxira bo'lish uchun ko'p yaxshiliklar qilganman. Instagramda sizlar ko'rganinglar boshqa, sizlar ko'rmaganinglar ham ishoninglar, prosta ko'p. Va bu hamma narsani ustida ishlandi. Bir emas 4 ta masjid qurilishi tepasida turdik. Boshlangichgacha o'zimiz javob berdik, bitirib kalitlarni topshirib, qishloqlardan suvlar chiqardik. Necha minglab oilalarga produkt tarqatib kelyapmiz. Nechtadan nechta operatsiyalarga pul to'ladik. Nechtadan nechta nogiron aravachalar olib berdik. Nechtadan nechta kasallarga apparatlarni olib berdik. Necha yuztalab onaxonlarni xursand qildik. Necha mingtalab yetimlarni kiyintirdik. Xullas, ko'p ishlar qilindi. Buni hammasiga energiya ketadi, vaqt ketadi. Har bitta muammosi bor insonni eshitib, buni o'zingizdan o'tkazish uchun ozgina siqilasiz. Bu hammasi energiyangiz, resurslaringizni ketkazadi. Va bundan tashqari to'xtovsiz mashg'ulotlar, to'xtovsiz mana bu o'z ustida ishlashlar, chempionatlar, bu
hammasi insonni haqiqatdan ham yeb tugatadi. Va mana shu 41 yoshimda hattoki boks promotion ochib promotion rivojlanishi uchun o'zim boks bilan shug'ullanib, o'zim ringga ham ko'tarildim va hali ko'tarilaman ham. Va haligacha bitta joyda turibman. Juda energichliman. Bir sutkada 4 soat, 5 soat uxlasam ham yetadi. Aslida 8-9 soat uxlash kerak. Lekin kamroq uxlasam ham men uchun yetadi. Chunki ko'proq ish qilay, ko'proq ulgurib qolay deyman. Kambag'allik, qashshoqlik, qiyinchilik meni avlodimda, ota tomonimda ham, ona tomonimda ham bor. O'sha meni avlodimni to'xtasligi uchun menda to'xtasin, bundan buyog'iga farzandlarim boshqanikiga o'xshab yashab bersa bo'ldi degan hayot uchun juda ko'p kurashdim va bunga erishmoqdaman. Va hikoyamning oxirida nima demoqchimanki, shuncha ishdan keyin shu turishim, mana shu kecha ajillaringiz ko'payib ketibdi deyapti, ajillar boshqa, endi borim shu. Lekin organizm qolgan hamma joyi cho'tki ishlaydi. Vashcha zo'r o'zimni his qilaman. O'zi sariq kasal bo'lgan yoshimda 2 marta menga 5 kilodan ortiq ko'tarish asli o'zi mumkin emas. Tasavvur qilasizlarmi? Lekin men shuncha tonnalab, shuncha ishlar qilgan insonman. Shunda ham o'zi aslida menga mumkin emas og'ir ko'tarish, lekin hamma og'ir ishlarni, aravakashdan boshlab, mardikorchilikdan boshlab, stroykada ishlardan boshlab, kranshtayn qazishdan boshlab, tualet qazishdan boshlab, odamlarni haligi uy g'ish quyishlardan boshlab, dalalarda bor yer chopishlardan boshlab, sapojniki bormi, bodybuilding bor, hammasini qilganman-da. Qo'llarim mazulli, u o'zidan o'zi bo'lib qolmagan. Va shuncha ishdan keyin qolgan narsa shu, mana shu qolganim shu-da o'zi aslida.